Nima qiziqtirib qo'ydingiz? Mana shek o'tyapti endi. O, shekka chiqyapti ekan. Assalomu alaykum Chorva savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun haftaning chorshanba kuni 2025-yil 2-aprel. Biz Namangan viloyati, Namangan tumani arzonchilar va o'qituvchilar qishlog'i Tepaqo'rg'onda, ya'ni Elmurod ukamizning xonadonidamiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Hop, bugungi video syomkamizga bahosi qo'chqorlarning zo'r udorlari mana shunday zot yo'nalishi, go'sht yo'nalishiga chiqaveradi. Videoni oxiriga ko'ringlar, xudo xolsa bugungi videomiz o'ta zo'r bo'ladi, o'ta chiroyli bo'ladi. Assalomu alaykum Elmurod. Assalomu alaykum Orif aka. Tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz joyidami? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Tinchmisiz? Alhamdulillah. Qo'chqorlar zo'ridan kelgan. Alloh zo'rdan xudo xolasa. Bu adashmasam o'zingiz boqib turgan qo'chqorlar Elmurod. Qachondan men boqasiz bularni? Yanvar oyida kelgan. Yanvar oyida kelgan. Maşallah haqiqi. Qo'chqor zo'rlar ekan. Yuzlari ham oq yuzligidan. Chehralar gar bunisilarni ham ko'rsatib o'taylik bularni. Tish qo'zimi? Hammasi qo'zimi bularni? Hammasi qo'zi Orif aka. Hammasi qo'zi. Necha partiya chiqaramiz o'zi bugunga Elmurod? 2 partiya Orif aka. 2 partiya. 2 partiya. 10 dona qo'chqor bor, shunaqa. 2 ga bo'lib chiqaramiz bularda. Narxlar arzon bo'ladi Orif aka. Mahla, endi kanalimizda siz yangisiz adashmasam-a? Ha, yangi. Siz o'zingizning kanalingiz ham bor, endi bizning kanalda yangisizda baribir. Yangi Xudo xolsa narxlari kelishtirib. Xudo xolsa bo'ldi. Hurmatli obunachilar, buni bo'ybaslar nima deymiz? Metrlarga Ozodbek. Mana uni? Ha, metr. Bo'ldi. Ushlab turing. Mana Orif aka. Mana hurmatli obunachilar, 80 plyusga olishaverar ekan, ana shunaqa ko'rsatyapti. 80 plyusga olishaversin. Soni bularni 5 dona. 5 dona. Yeb ichishda xudo xolisa muammosi yo'q. Sinab ko'rgan, sinovda o'tgan, a? Sinovda o'tgan. Mana hurmatli obunachilar, qo'yi qo'shaman deganlarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Bitta ushlab ko'rsatasiz endi bularni. Oq yuzlik. Qo'shlari kelishgan. Haqiqiy polvon, dumbalari ham zo'r ekan. Tishini ko'rsating. Tabichak mana. Hali qo'zini tish yorishga ham harakat qilmabdi mana. Qo'l tushlarini ham, oyoq qo'lini ko'ring, oyoq qo'li haqiqiy baquvvat mana. Qo'yib yuboring Elmurod. Mana shu yerda bitta qo'yingiz menga o'ta yomon yoqib qoldi. Mana shuni o'shancha mana shu qashqani. Mana shu qo'ydi. Bu afg'onga chachishganmi deyman-a, dumbasidan shunga o'xshayapti. Endi bizga borib aytganmiz. Bittasi bo'lmaganimiz boshmagan. Bizga ham yana bir degan. Mana bitta bo'yini o'lchab ko'raylik. Bo'ldi. Mana shu qo'yingizni. Bo'ldi, 85 plyus ekan. Bo'ldi, qo'yib yuboring, bo'ldi. 85 plyus. Yoshini ko'rsating buni. Qani ichini ko'raylikchi. Bu ham qo'zi. Qo'zi, ketishga harakat ekanman. Bo'ldi, tishini kerib qo'yapti. Hurmatli obunachilar, zot yo'nalishigami, go'sht yo'nalishiga deysizlarmi, tavsiya qilaveraman, lekin zot yo'nalishiga o'ta bo'laveradigan udor variantlari mana. Kimga yoqsa, xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Qo'chqorlarda haqiqiy zo'ri. Mashalloh. Buni ko'p gapirib maqtovganimizdan Elmurod buni narxida asosiy gap. Narxi bomba bo'ladi aka. Arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Kanalimizda yangisizda hozir videoni boshida arzon bo'ladi deb hali keyin arzon qo'ymasangiz, obunachilarimiz ham keyin kulishadi. Arzon qilib beramiz aka. Bu qo'ylar sotish kerak, maqsad sotish. Bo'ldi, gapiring narxini endi bularni 5 tasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa, bitadigan qilib yaqinroq qilib gapiravering, men ham so'rab olaman. So'rab olasiz. Ha, ozginadan so'rab olaman. Ko'p emas, misol siz shu sohani ichidasiz, men o'zim ham bilasiz shu sohani ichidaman. Misol shiq ham kuymaslik kerak, kavob ham kuymaslik kerak. To'g'ri, siz ham jabr ko'rmang, o'ng odam ham jabr ko'rmasin. Shunaqa qilib narx aytavering. Balat aytsangiz, ammo ko'proq so'rayman. Yo'lida aytadigan bo'lsangiz, kamroq so'rayman. 5200 dan beraman. 5200 ming. 5200 ming. Hammasini bir joyga bo'lsa. Mana hurmatli obunachilar, 5200 ming so'mdan xayri bor-a? Xayri bormaydi, hozir. Optimal sayri bor. Dastavkasi-chi? Dastavka Samarqandgacha beramiz. Samarqandga dastavka xizmati bor. Hurmatli obunachilar, mana
Kimga yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 5 million 200 ming so'mdan Samarqandga dostavka xizmati bor. Qo'ylar haqiqiy zo'r. Donalab olishga qanaqa bo'ladi endi? Donalab olishga. Olishga telefon qilishsin kelishamiz. Qo'yni holatiga qara. O'ttinga olishsin, lekin chiroyli qilib yo'lda qilib beraman. Bo'ldi. Nech puldan berasiz? Bir 48 lardan bitadimi? Yo'q, unaqa tumaylar aka. 5 ga o'tib berasizmi axir Elmurod? Beradi, yurishadi. Nima demang, 5 ga o'tib bering. Bitta gapiram aka, qo'lda bering. Beshalasini birinchiga olaman deysa 5 milliondan beraman. Elmurod, ozmas xayr qilib bering 5 million. 5 dan xayr yo'q. Bo'pti, xo'p. Bayda ochiqlamaymiz, ha deng. Astoydil telefon qilibsa 5 millionga xayr qilib berasiz ozginadan. Bir joyga so'rashsa endi ko'p emas, o'zingiz bilib, ha deng. Ko'p emas, o'zingiz bilib ozginadan xayrini qilib berasiz. Ozgina xayr qilib beraman mayli. Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, kimga yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, haqiqiy nasldor. O'sha kelajakda, misol go'sht yo'nalishiga boqaman desangiz, 170 kilo, 180 kiloni xotirjam bosaveradigan variantlari, hurmatli obunachilar. Qo'ydi o'zi rang ro'yi ham, chehraylari ham, hamma yo'q o'ynab turish ham, hamma yo'q aytib turibdi qanaqaligini. Qo'ydi ko'rgan odam, bir marta ko'rgan odam farqiga boradi, farqini biladi o'zi. Hurmatli obunachilar, biz keyingi partiyani chiqaramizmi? Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, keyingi partiyamiz, buni ham soni 5 dona ekan. Bularning yosh oyligi ashlar bilan bir xilmi? Bir dona shoqi bor ekan. Meni ko'zim sirasi ashnaqasi tushyapti Elmurod, to'g'risi. Shoqi bor, o'ta uzun qo'yadi. Haqiqiy zo'r ekan ashni. Tikkadimmi? Shak o'tyapti. Shak o'tyaptimi? Katta qo'ydi. Bitta ashni ushlab ko'rsatish imkoni bormi? O'zi ham shoqi bo'lsa ham, qarang, dumbasini qarang. Tikkadimda. Metr deyapti. Inshaalloh. Keyin tishini ko'rsating menga. Qiziqtirgan joy tishi bo'ldi hozir buni. Nima qiziqtirib qo'ydingiz? Mana shak o'tyapti endi. O, shakka chiqyapti ekan, raza topiga ketdi. Har qancha yem bersa ko'taraveradigan payti kelibdi. Mana hurmatli obunachilar, 90 plyusda chiqyapti bu qo'yingiz. 90 bo'ladi ekanmi? 90 plyusda chiqyapti bu qo'yingiz. Bo'ldi, qo'yib yuboravering. Qo'yib yuboravering, bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, ama ularni xotirjam tavsiya qilaveraman. Uyaltirmaydigan vaj. Ertaga misol Chorva savdo kanalida og'amman desangiz, ertaga men ham uyalib qolmaydigan vaj. Xotirjam tavsiya qilaveraman. Mana qo'ylarni qarang. Qo'ylarga bir o'zingizdan baho berib ko'ring mana. Yuruvlarini, shpagatlarini, hamma yo'g'ini bunday ko'ringdi. Hamma yo'g'i zo'r kelishgan qo'ylarda, ichida bir dona ko'ki ham bor ekan. Elmurod, bularni yeb ichishda xudo xolsa muammosi yo'q. Yeb ichish zo'r. Kasal kusali, yo'tali yo'q, sog'lig'i joyida. Xudo xolisa. Xo'p, bu narxini nima deymiz endi Elmurod? Bular Orbega 5 milliondan kam bo'lamiz endi. O'tib beramiz ha bunga. Beramiz ha. Optimga olishsa o'tib beramiz Orbega. Qanchadan o'tib beramiz Elmurod? 200 ming o'tib beramiz. 200 mingdan? 200 ming. 200 mingdan emas, sal ko'proq o'tib berasiz bularga. Yaxshi aytdingmi? Yo'q, yaxshi aytyapsiz. Bularni qarab turing. 5 ta, yo'q, hashak qo'ylar emas, to'g'ri. Qo'ylaringiz zoti bor, hammasini ham. Qo'ylaringiz zo'r, ayiblaydigan emas. Lekin men hech vaqti har bitta videoyimda aytaman, men siz taraf bo'lmayman. To'g'ri tushuning Elmurod. Mabodonda ko'ningiz ko'tarsa, bular 4,5 million so'mdan hammasini bir joyga bo'lsa, Samarqandga da dastavkasini qilib berasiz. 4,5 Orbega juda oson bo'ladi. Buni qo'ylar o'zing ham bermay 4,5 dan. Yo'q, endi shunaqa-yu, Elmurod, siz misol xirmonsizda. Siz misol o'tib bersangiz bo'laveradi. Ozgina qonni Alloh bersin. O'tib beraman Orbega. Lekin uni o'tib beraman. Yo'q, hozir men ko'p so'raganim yo'q. Aytgan pulimizdan hozir gapimni eshitib turing. 300 ming so'm farq qilyapti xolos har bitta qo'yingizga. Orbega endi boshqalar ko'ryapman-da 5,5 million, 6 million narx qo'yishyapti. To'g'ri. Endi maqsad sotish buni. Endi narx yo'lda qo'yapti. Endi bundayda boshqalarni qo'yavering. Har kimni o'zini oyog'idan osadi. Boshqani qo'yavering. Sizda misol mana foyda qilsa 4,5 million so'mdan bering bo'ldi. Endi Boshqani gapirsak hozir beyda gap chuvolashaveradi. To'g'risi. Yurishadi Orbega. Qanchadan yurishadi? Bularni aytayman. Bo'larini, ama 47 dan demang ama. 4 million 700 mingdan beraman. Yo'q, yo'q. Unga beralayman. Yo'q. 4 million 700 mingdan emas. Gapimni eshitib turing. Men ham hop mayli. Siz 100 ming tushib beryapsiz, men ham 100 mingni har bittasiga 500 ming qo'shib beraman. 4 million 600 ming so'mdan hammasini bir joyga bo'lsa. Elmurod, gapimni eshitib turing. Kanalda yangisiz. Arzonchi nomini olaman dedingiz. Qani endi o'shanga xos ish qiling-da endi siz. Orbega 4 million 700 yomon aytdimmi? Yomon aytganingiz yo'q. Yana 100 mingdan tushib bersangiz hech balo qilmaydi. Agar tillarni bitta burchaga ko'chib qolsa hech balo qilmaydi. Bo'ldi. 4 million 600 ming so'm.
4.600 dan beraman olib pulga. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar, qo'chqorlarning haqiqiy zo'ri. Bozorga chiqsangiz bunaqa narxdan 4.600.000 so'mdan bunaqa qo'chqorlar dangal bermaydi. To'g'risi, lekin qo'ylar narxi arzon bo'ldi. Chehralar ochiq, quloq-oshlari zo'r. O'sha buni oldin aytganimdek 170 kilo, 180 kiloni bo'laveradigan variantlari. Bir dona shakka chiqibdi. Bir dona mana shoxlik shakka chiqibdi. Qolgani hammasi adashmasam bir 10-11 oylik qo'zilar mana. Mana qarang. Jonivor, keling. Hurmatli obunachilar, Elmurod sizni bozoringizni bersin uka. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa bundan da zo'r, bundan da chiroyli video syomkalar qilib sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.